Nikoh bu islomdagi eng muqaddas tushunchalardan biri. Islomdan avval bo'lgan ummatlar davrida ham o'zi oila qurishlik buyurilgan. Umuman oila masalasida azizlar, er va xotin naslni davom ettirishga sababchi. Bizning dinimizdagi sababiyat qonuni asosida yaratgan dunyoni Alloh insoniyatni ko'payishligini er va xotin, ya'ni ota va ona orqali bo'lishligini o'zi xohladi. Allohning irodasi. Shuning uchun ba'zilarimizni erkak, ba'zilarimizni ayol qilib yaratdi. Va inson o'z jufti bilangina baxti mukammal bo'ladi. Odam alayhissalomning jannatda hamma narsasi bor. Qasrlar deysizmi, hamma narsa bor, lekin baxti mukammal bo'lmagandek ko'rinaverdi. Alloh uyquga ketkizib, o'z qovurg'asidan o'zini juftini yaratdi. Baxti mukammal bo'ldi. Inson o'zini jufti bilan, jufti haloli bilan azizlar mukammal baxtga ega bo'ladi. Va aytadilarki, inson u dunyoga birga olib ketadigan narsasi Alloh bergan ne'matlar ichida qiyomatda hatto jannatda ham birga bo'ladigan ikki ne'mat, biri iymon, ikkinchisi nikoh. Ta'azu billah. Hum va azvajuhum fi zilalin alal araiki muttakiun oyat. Alloh taolo aytibdiki, albatta qiyomatda jannatiylar er va xotinlar suyanchiqlik so'rilarda yastanib o'tiradilar. O'zingizni jufti halolingiz inshaalloh jannatiylar ro'yxatidan bo'lib taqvoda birga bo'lsangiz, jannatda sizni qarshi oladigan bu sizni jufti halolingiz. Bir shayx jannatni sifatlab erkaklarga jumada maviza qilyapti, jannatga borganingizda sizni kutib olishli holatlarini. Hammani xayolida birinchi tug'iladigan savol nechta hur kutib olarkan deydi-da o'zi. Aytayapti shayx, jannatga kirasan desa, haligi bir odam o'tirib kutyapti ekan, qachon aytarkinlar, qachon aytarkinlar. Jannatga kirasan, jannat darvozalari ochiladi. Shundoq jannat darvozasini ochsang, go'zal liboslarda, go'zal kiyimlarda, go'zal suratlarda seni xotining kutib oladi desa, pastda o'tirgan shayxga qarab, "Ittaqi ya shayx, Allohdan qo'rqing" deyapti. Shu yerda ham xotinim kutib oladimi deyapti. Aslida u bu dunyodagi xotin tasavvur qilyapti, lekin azizlar, bu dunyodagi jufti halolimiz jannatda orzu qilgan darajadan ham go'zal bir suratda bo'ladi. U dunyoda boshqa endi azizlar. Shuning uchun biz ayolimiz bilan jannatga birga kirishlikni harakatida bo'lishimiz kerak. Demak, bizning jufti halollarimiz albatta jannatda ham birga bo'ladi. Modomiki agar har birimiz taqvoda, dini diyonatda bo'lsak.